Так, assalomu alaykum opa. Yo'q. Assalomu alaykum. Opa, qayerdan deysiz? Navoiydan. Navoiyni qayeridan? Navoiyni Xatirchi tumanidan. Ha, Xatirchidan. Bu kishi bir necha yillar oldin keluvdingiz. Adashmasam, xronический bronxit bilan, to'g'rimi? Ha, Keyin astmatik holat deb sizni baholab jo'natgan, to'g'rimi? to'g'ri. Necha kurs olgandingiz? Qanaqa kim tavsiya qilgan sizga doktor Kobra Ilon Zaharmanda olgan vrach deb? Endi u vaqtda vrachlarni uncha eslayolmayman, lekin aniq shunimdan keldim. Yaxshi bo'lmaganimdan keldim shu yerga. Xo'p. Shu doktordan yaxshi foyda topmaganimdan shu yerga keldim. Allergический bronxitingizga o'sha paytda nechta kurs lechini oldingiz? Ikki kursni lechini oldim. Ikkita kurs. Demak, bir yildan beri yaxshi yuruvdingiz. Mana bahor boshlanganda yana ozgina boshlangandek bo'ldi, to'g'rimi? Sezonda, sezonli bu ham. Demak, hozir bir kurs olasiz, agar to'xtasa hamma protsesslar boshqa olmasangiz ham bo'laveradi, opa. Chunki bu sezonli kasallik, sezonli, ya'ni shu o'zining vaqtida qo'zg'ib turadi. Lekin boshqa gormonlar iste'mol qilmayapsiz hozir, ha? Yo'q. Demak, sizga omad. Hozir ham lechini olib keldim, shu yaxshi bo'lmaganida siz oldingizga yana keldim. Ha, boshqa lechini olib ko'rdingizmi? Olib ko'rdim. Antibiotik qilgandir yoki spazmotiklar qildi. Nima qo'llatgan? Antibiotik ham qildi. Gormon ham qilgan baribir ikkita baribir ochish uchun, to'g'rimi? Demak, sizga yaxshi variant bu. Hech qachon bunga o'rganib qolmaysiz. Qachon bezovta bo'lsangiz, bir olib ketsangiz bo'ladi, opa. Demoqchimanki, bu simptomatik emas, bu patogenetik davo hisoblanadi biz ukollar. Biz lechinalarimizni umuman olganda tabiiy mutlaqo gormon yo'q ichida, antibiotik yo'q, o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Boshqa joylaringizga ham foydasi katta, yazvalarga ham. Sog' bo'ling, opajon. Rahmat. Mana